Qizlar ozish uchun hech qachon skakalkada sakramanglar, chunki har sakraganingizda tana massasi oyoqqa 3-5 baravargacha og'ir yuk bo'lib qaytib tushadi va natijada tovoningizda, bo'g'mingizda kuchli og'riq va kuchli yallig'lanish ketadi va undan tashqari oyoqlarda varikoz paydo bo'lish boshlaydi. Buni eng yomon tomoni bilasizlarmi nima? Yurakka yuk tushishi boshlaydi. Shuning uchun ham hech qachon ozish uchun skakalka uchmanglar. Ozish uchun eng birinchi qiladigan ishinglar bu albatta 10,000 qadam. 10,000 qadamni ham kun davomida yurganinglarni hisoblamaysizlar. 10,000 qadam uchun bir yurishga chiqqaninglarni hisoblaysizlar va uni tezroq yurishinglar kerak bo'ladi. Pulsinglarni o'lchaganinglarda puls 120 dan kam bo'lmasligi kerak. Aynan mana shunaqa paytda o'sha bizlarning tanamizda yog' yoqish jarayoniga o'tadi. Va undan tashqari eng asosiysi, yurishga chiqqaninglarda zvachka, semechka yoki qurt yoki shokolad, hozirgi kunda trend bo'lgan morojnilarni umuman yeyish mumkin emas. Faqatgina suv ichsanglar bo'ladi. Har kun kechki ovqatni 6 gacha yeb bo'lib, 7 dan 8 gacha esa har kun 10,000 qadam yuradigan bo'lsanglar, bir oyga qolmasdan sizlar bemalol 5 kiloni yo'qotishingiz mumkin bo'ladi. Har bir savolingizga to'g'ridan-to'g'ri mendan javob olib, sog'lom ozish xohlasanglar, men har juma kuni Telegram yopiq kanalimda primoy efir, ya'ni jonli efir tashkil qilganman. U jonli efir mutlaqo bepul. Telegram yopiq kanalimga ulanish uchun kommentariyada plyus belgisini qoldirsanglar, men sizlarni direct Telegram linkini jo'nataman.